Assalomu alaykum, Beroniy beton quyish xizmati obunachilari. Beroniy Lenzimdagi yana bir ishimizni bitirdik. Bu yerda medial akaning uyida ishladik. Tanimag'anlarga medial tumenchik. Bu yerda quygan stoyachkamiz 510 kvadrat bo'ldi. Qalinligi 10 santidan yuqori bo'lmadi. Bordyorimizga kelsak 80 metr bordiyor quydik. Balandligi 1.60 bo'ldi. 1.60 balandlikdan 1.20 balandlikkacha bor. Iyini bo'lsa 30 bo'ldi. Uyning egasining aytgani shunday bo'ldi. 30 santidan ensiz bo'lmadi dedi. 30 santi yenida quydik. Shuning uchun ham xarajatlar jag'liroq ketdi. Bordiyor baland bo'lgani uchun. Bu yerga ketgan xarajatlar 600 xalta sement ketdi. 4 chakmon shiben tosh ketdi. 2 kamaz butkamin ketdi. Butkamin tosh. 12 kamaz chega ketdi. Cheganing bari betonga ketmadi. Tiyini taxluga da ishlatdik. Hammasi bo'lib ketgan chega 12 kamaz bo'ldi. Yarım kamazda chega ovushdi. Setki 200 dona setki ketdi. 2 top klemka ketdi. Aferin yerlerimiz. Bademimizin tuğurluğu. Bu bo'lsa 1.20 balandligida bo'lgan bordiyorimiz. Bu yerga ketgan hammasi bo'lib uyning egasining kissasidan chiqqan xarajat 85 million so'm pul bo'ldi. Qo'l haqqisi, men aytgan xarajatlar hammasi ichinde. Mana bu yerda salma bor bu yerda. Shunday deb salmoni quyib verdik. Apalapkasini buzib olmadik hozir tiyini. Bir kundan keyin olamiz.